Assalomu alaykum. Hammaga bizni kuzatib boruvchi obunachilarimizga akalar. Mana 7 ta o't kuchli traktorlarimiz sotuvga yana kelgan. 170 motorli. Motorlarda masli datchilari bor. Toza 170 motor. Mana originalni Xitoy plombalari bilan turibdi. Pechatlab o'yib yozib qo'ygan. Naklinga pakingga narsa emas. Benzin baklari kattasi qor bo'lyapti. Hop, Skyline firmasiga tegishli katta filtrlarda jihozlangan bo'ladi. Sifatlari zo'r bo'ladi, rullari uzun, ikkita skorli, birinchi, ikkinchi skorlari bor, bitta zadnisi bor. Buni starterli variantlari ham bor. Starterligi bu faralari bor, balonlari katta variantda, akkumulyatorlari bor. Kalta zavod qilsangiz bo'laveradi bemalol buni. Kichkina variantlari ham bor, 3 tot kuchi, 5 tot kuchli variantlari bor. Keyin drabilkalarimiz ham kelgan. O'zbekiston, Xitoy variantlari bor. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalimizga bittadan like surib, podpiska bo'lib kelgan akalarimiz uchun skidkalar bilan beramiz. Xudo xolasa, gusenitsa apparat deysizlarmi, gusenitsali traktor deysizlarmi, hammasini olib kelib qo'yamiz. Lentali drabilkalar, vakuumli drabilkalar, universal drabilkalar hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Traktorlarni sog'incha yelamagan, hali beri bor. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Sifati zo'r, ko'pchilik karobkasi katta, karobkasi kichkina, hammasining karobkasi bir xil bo'ladi akalar, e'tibor berasiz. Buniki ham sifatlari, karobkalari bir xil, faqat starterida farq bo'ladi akalar. Shunaqa sifatli traktorlar qiziq bo'lib turgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Komplektida 4 qatordan 8 qator freza pichoqlari bilan komplekt holatda qo'shib beriladi. Kanalga bittadan like turib, podpiska bo'lib kelaveramiz akalar.